Ertalab oilaviy o'tirib choyimizni ichib olganimizdan keyin stol ustilarini yig'ishtirib, yo'q bo'lgan idishlarni yuvishga kirishdim. Bugun bir mahalliy ovqatdan ozod bo'ldim. Sababi dodajonni non jarkob egilari kelgan ekan, o'zim magazinga chiqib kerakli narsalarni olib kelib, o'zim qilaman dedilar. Asosi nondan iborat bo'lgan bu taom kimdir uyida non palov, kimdir uyida non jarkob deyiladi. Dodajon aynan shu ovqatni maromiga keltirib qilib beradilar. Rosa ham mazali chiqadi. Fursatdan foydalanib oshxonadagi hamma ishimni tez-tez qilib olganimdan keyin choy ichadigan xonamizda qizlar yurib narsa yegani uchun hamma joy ushoq bo'lib ketgan ekan. Kichkinagina uborkadan foydalanib video ham oldim. To'g'risini aytinglar, shunaqa hayotiy vloglarimni sog'inganmi deylar. Menga motivatsiya bo'lish uchun kommentariyada o'zingiz javobingizni yozib keting. Tozalab bo'lganimdan keyin qizlarim bilan birga syomka qildik. Bahorga ona bola lukla tiktirgandim. Qizlarimni luklarida olgan videoyimni bundan oldingi reelslarda ko'rishingiz mumkin. Albatta, ikkita yosh bola bilan outfit video olganingizdan keyin xona shunaqa bardak bo'lib ketadi. Kerakli kadrlarni olganimdan keyin hamma joy porядка qilishni boshladim. Mani shu Instagramda blog yurgizishimga yaqinda bitta ayol yozibdilar. Qiladigan boshqa ishingiz yo'qmi? Yoshingizga yarashadigan ish qilsangiz bo'lmaydimi? Yosh bola emas, ikkita farzandni onasi ekansiz, katta ayol ekansiz deb. Aynan nimani nazarda tutib menga bunaqa dedilar bilmadim, lekin men Instagramda iloji boricha foydali kontentlar orqali blog yurgizaman. Bizning kelajagimiz kaliti bo'lgan bolajonlarimiz rivojlanishi uchun va kelin obrazdagi opa-singillarim uchun ham ancha saboqli kontentlarni olib chiqaman. Meni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz, blogimni 3 kun kuzatib, ipsiz bog'lanasiz.